Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichilikni o'rganmoqchi hamkasblar, hammanglar yaxshimisizlar? Hozir mana kuchli oiladan ko'rsatavermaylik. Bugungi 12-mart 2026-yil. Bizda hozir Andijon viloyati Paxtabod tumanida 7 gradus issiq ko'rsatyapti. Kechqurun -2 ko'rsatyapti. 2 kundan beri 3 ta ramkali arimiz to'lib qolgan. Shunga bitta ramka qo'yishni ko'rsatib o'tmoqchimiz amalda. Mana to'lib qolsa, mana shunaqa qilib 3 ta turadi yaqin turadi. Kecha ilgari kuni bera olmadik. 200 gram berganmiz mana shu oilaga. Ichib yoribdi. Mana ichiga tushib qolgan arim o'liklari yo'q. Mana yaqindan oling. Mana 200 gram asal nima sirop berganmiz, o'liklari yo'q, olyapti. 3 ta ramkaliklar ham. Mana qo'lib yazık tortib yuboradi. Mana shularga уже mumparda berish kerak. Mana qo'lib tortib yuboradi. Tek qo'ysanglar to'ldirib yuboradi. Endi buni qanaqa qilib qo'yishni o'rgatamiz hozir. Karmovoyda ovqat yo'q. Yo'q ekan ovqat. Yaqinroqdan oling-da. Mana ular ichkariga qo'yilgan. Mana qo'lib semiz olib chiqib qolsa, qo'hninglar buni, chunki eski 2 yil 3 yil ramka ishlatgan ramkalarda bunday qilib asallarni olib pichoqda kesganda mana shu qo'l teshiklari kengayib ketadi. O'shalar erkaklar urib qo'yadi. Erta bahorda ko'paygani ziyoni yo'q. Asal sezonida o'zlari o'ldirishib yuboradi. Erta bahor kerak hozir. Ayniqsa arilarni bo'ladigan bo'lsanglar kerak. Mana onalari yaqinlashtiring. Onalari kichikroq ekan lekin yaxshi urib qo'yish yaxshi qo'yapti ekan. Mana karmovoyda yaxshilab eshitib turinglar. Karmovoyda mana ovqat yo'q. Ovqat yo'qligi uchun ari tuxumni kam qo'yadi. Tepalarida ham yo'q. Mana shuning uchun 200 gram bersak sirasi olgan bu. Mana. Endi buni karmovoyda eng chekasi karmovoy deyiladi. Karmovoyda bir kunlik urug' yo'q bo'lsa, rasplot yo'q bo'lsa, karmovoyda olib turib, bu yoqqa olib turib, mana karmovoyni buyoqqa qo'yasizlar. Agar buni karmovoy bo'lsa, rasplot bo'lmasa, bir kunlik, yarim kunlik urug' bo'lmasa, yangi bundan buyon endi borlar yangi oq mumparda qo'yadi, yo'qlar iloji yo'q yangi sush qo'yasizlar. Mumparda qo'yiladi. Shakar berib tursanglar tortadi. Bu mana o'tgan yili ozgina tortib turib to'xtatib qo'yilgan. Mana shuni qo'ymoqchimiz. Shuni bunday qilib qo'yasizlar. Keyin karmovoyni qo'yasizlar. Endi bizda hozir qanaqa holat bo'lyapti? Bizda eng chekidagi mana rasplotga ham, nima karmovoyga ham ular urib qo'ygan. Endi biz buni iloji yo'q. Nega qo'yamiz? Sabab agar bu yerga qo'ysak, bolalari rasplotlar shamollab qoladi, isitishi qiyinroq bo'ladi. Uni yozgi kunida oralatib qo'yib kelsanglar bo'laveradi. Endi hozir bunni sush qo'ysanglar ham, mumparda qo'ysanglar ham issiqroq uyga xona temperaturasida turish kerak, chunki buni sovuq muzli uydan olib chiqadigan bo'lsanglar, xona issiq, bu sovuqlikning hisobiga isitish uchun yana ham ko'p energiya sarf qiladi. Uy sharoitida iliqroq tursa yaxshi bo'ladi. 30-35 gradus issiqda. Endi bunga hozir sepadigan bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Endi bu baklashkani teshib qo'yganmiz. Ari yaxshiroq qarashlik uchun bunga oddiy sirop, berakan siroplarni nemdek ko'rsanglar teshiklarga tushib ketadi. Bu tomoniga ham oddiy siropdan chachib qo'yasizlar. Endi hali kuchli oiladan ko'rsatavermaylik, ashin kuchsizroq oiladan ham sizlarga ko'rsatyapmiz. Mana shunda tezroq qaraydi endi. Iloji boricha ko'proq to'qilgan tarafini, misol bir tarafi yaxshi to'qib, ikkinchi tarafi yaxshi to'qmagan bo'lsa, chola tortgan bo'lsa, erta bahorda ko'proq tortgan tarafini qo'yib qo'yaverasizlar. Sal ari kuchi kirib olgandan keyin bir tomonini qo'ysanglar, bir tomonini tortib yuborgan, ikkinchi tomoni tortmasa, kunlar isiganda bunaqa aylantirib, shunaqa oldab torttirasizlar. Bir tarafini yaxshi tortib, bir tarafini tortmasa. Hozir endi ari kuchsizroqligi uchun biz ko'proq to'qigan tarafni shu yoqqa qo'ymoqchimiz. Mana shunday qilib. Tushunib oldinglar-a? Karmovoyda umuman rasplot 1 kunlik, 2 kunlik, 3 kunlik, 4 kunlik urug' umuman urug' yo'q bo'lsa, qo'yadigan mumpardelarni ham, oddiy sushni ham bitta oldinga qo'yasizlar. Agar yo'q bo'lsa, mumpardan limonda urug' yo'q bo'lsa, rasplot yo'q bo'lsa, urug' yo'q bo'lsa, agar eng chekadagi ramkada karmovoyda faqat ovqati o'zi gulchang bo'lib, ovqat bo'ladigan bo'lsa, bitta oldinga qo'yasizlar. Biznikida endi bundan ham rasplot borligi uchun iloji yo'q, buni chekiga qo'ydik. Xullas mana shunaqa qilib kengaytirib ketinglar deb kuchli oilalarni ham ko'rsatamiz. Hozir havo sovuqligi uchun mana shunda bittada ko'rsatib qo'ydik. Bugun sirop berishimiz kerak ekan, bularga shart ekan, ovqati yo'q ekan. Shuning uchun kam urib qo'yapti ekanda bu. Endi bir xilgi oilalarda endi mana sirop bersanglar, bundan buyon yashaydi, chekasi mog'orlaydi. Mog'orlaydi degani, suv oqadi. Tashqari xonani ichini salafanni o'rab qo'ygansizlar, ichkari issiq, tashqari yon tarafdan tashqarida sovuq bo'lgani hisobiga issiq sovuq bo'lib turib terlaydi. Endi buni hali bir tarafini bunday qilib ozgina qilib ochib qo'yinglar deganim, yaqinroq olyapsiz. Mana bunday qilib ochib qo'yinglar degannikini ham ko'p terlasa, manga sizga ochib qo'ysangiz ham bo'laveradi mana. Ziyoni yo'q. Sabab mana zastavnoy isitgichimiz bu yoqda turibdi mana. Mana zastavnoy, mana utepliteli. Hozir to'shak bilan yopilib qolgandan keyin buning ichiga sovuq o'tmaydi. Ashuna hisobiga bu yonbosh ochiq tursa, mana ko'rsating mana. Umuman yaqindan oling. Quruq turibdi ichi mana. Hozir ikkinchi tarafini ham ko'ramiz. İkinci tarafı da ham bitta, ikkita, uchta ekan. Buni ko'raylikchi, savat qanaqa ekan. Mana bunda ovqat bor ekan. Tilib ham qo'yaveramiz. Davomiga. Keyin arimi ovqati bor. Kommentariyada bitta savol bergan bitta akamiz. Arimi ovqati ko'p, sirop bersam bo'ladimi yoki keri shart emasmi deganga, aringiz o'ta ovqati ko'p bo'lsa, mana shunaqa qilib buni zastavnoy doskani bu tomoniga olasiz. Bu tomoniga olasiz. Olib turib, urug' qo'ygani sharoit qilish uchun bo'sh rom berishingiz kerak. Ona urug' qo'yish uchun. Buni ko'raylikchi, kengaytirsa bo'ladimi, bo'lmaydi. Mana bunda ovqat bor, ancha-muncha. Mana yaqinroq oling. Mana yaqindan oling mana. Asallari turibdi mana. Pergalari bor mana. Mana perga. Bu perga degani asal bilan gulchangni ikkalasini aralashtirib, mana shunaqa qatirib chiqadi. Mana bunalar ham perga mana. Gulchang boshqa, perga boshqa.
Mana bunga ham hozir xuddi narigi yonidagi oilaga o'xshab nima qilamiz? Bitta bu yoqqa qo'yamiz. Hozir eng chekadagini ko'raylikchi, nima gapiki. Mana bunda har qalay jicha-picha ovqati bor mana. Molardan oling mana. Molar pechatlangani bular. Eng chekada ham pechatlangan ekan. Arilar chiqishni boshlayapti ekan. Ramkalarni ko'targanda ehtiyot bo'lasizlar. Ona arini ehtiyot qilasizlar. Mana oldingi oilamizning singari bunda ham xuddi shunaqa holat bo'lyapti. Mana eng 3-sidagi turgan ovqatli ramkamizda ham rasplot qo'ygan. Endi buni nima qilamiz? Bu mana shunday holatda turadi. Shunday holatda turadi. Bunga oddiy sirop birga bir qilib tayyorlangan. Buni hamma biladi. Qaynab sovigan suvga hali o'tgan safar asallar baqib yurgan akalarimiz kommentariyaga ziyoni bor. Nimani Aristondan oldim dedingiz, Aristondan olamiz tinmay dedingiz, deyapti. Shu kunni videoda ko'rgan bo'lsanglar, shoshilish bo'lib qoldi degan joyim bor. Imkoniyatlar bo'lsa, qaynab sovigan suvga qilinglar deganman. Instruksiyasida shunaqa deganman. Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rmagan bo'lsanglar bu qator ko'ringlar. Mana masalan chachib qo'ygan hisobiga tezroq qaraydi. Bu mana shu xona temperaturasida turgan, hozir issiq bu, erib ketadigan darajada emas. Mana shu holatda qo'yinglar, sovuq hech qachon qo'ymanglar. Sovuqqa birpasdan ari kelmaydi. Mana hozir buni ham yaxshiroq tartgan tarafini qo'yamiz mana. Agar ari joy topa olmasa, mana cholasini tortadi unga davr. Har bunga ham tuxum qo'yishni boshlaydi. Keyin sekin-sekin mana sariq eskilarini olib bu tomonga olib, yangilarini sekin-sekin qo'yib chiqamiz. Sabab yangilariga erkagari kam qo'yadi. Arilari, ishchi arilar katta-katta chiqadi. Shu yangi qo'yishdan maqsad shu. Uni 2-3 ta sabablari bor. Ro'yga chiqmaydi. Ishchi arilar ish bilan ta'minlanib turadi. Arilar qochib chiqib ketmaydi. Chiqayotgan arilar ham katta-katta bo'lib chiqadi. Asalni endi yaxshi toshiydi. Kasallik kelib chiqmaydi. Ko'proq eski ramkalardan kelib chiqadi kasallik. Shu mashina qilib, endi hozir biz videomiz cho'zilib ketadi. Hali kuchli oilalarni olmaylikda, mana kuchsiz oilalarni ham olaylik. Bir ramka bo'lsa ham, 2 ramka bo'lsa ham hali qo'shib yuboraymi deganlar ham bo'lyapti. Qo'shmanglar. Chunki asal sezonga endi kelyapti. Bemalol 1 ramka, 2 ramka arilar yaxshi baqib tursanglar, tabiatdan shira yaxshi kelib tursa, sizlar 100 gram, 200 gramdan erta bahorda faqat, ya'ni hali nima asal sezon paytida ham to'pillatib beravermanglar. Unda asal olmay qoladi asalinglar. Erta bahorda yordam berib turasizlar. Erta bahorda bergan hisobiga, yordam bergan hisobiga ari tezroq rivojlanadi. Qanchalik ishchi arisi ko'p bo'lsa, shuncha nima ko'p olasizlar. Asalni ko'p olasiz. Mana birinchi sizlarga ko'rsatgan videomdagi 3 ta ramkani o'ng tarafdagi yashil o'ng tomondagini 3 ta ramkalikka mana eng chekkasiga bitta qo'yuvdik. Shunga arisini bilsanglar ovqati yo'q ekan degandim. Mana sirop berdik, uje to'ldirib qo'ydik, yarmini ichib yuboribdi mana. Oradan yarim soat vaqt o'tdi mana. Ari ochlik uchun 3 ramka aris ya 300 gram nimani siropni olib oldi. Bo'pti, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha kuzatib boringlar. Asalarichilik sirlarini o'zim bilgandaqa, o'zim bilganchalik o'rgatishga harakat qilaman. Endi kuchli asalarichilar bo'lsa, yon atrofinglarda bo'lsa, yaxshi bo'lsanglar, shulardan so'rab ko'rib bilsanglar yana ham yaxshiroq bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, salomat bo'linglar hammanglar.